Agar siz 2 hafta davomida shakardan voz kechsangiz, nimalar bo'ladi? Birinchi o'rinda sizni yuzingizni holati xuddi maniki singari mana bu holatdan bu holatga kelishni boshlaydi. Ya'ni yuzni rangi holati yaxshilanganini, yuzingizni tiniqlashganini, yuzingizni razmerini kichrayganini his qilasiz. Har tomondan tetiklik. Bundan tashqari oyna qarshisiga borganingizdan keyin belingizni ingichkalashib, ozayotganingizni his qilasiz. Jigardagi yog'lar esa erishni boshlaydi. Inson o'zi ko'pincha ikkita narsadan energiya oladi. Energiya manbai hisoblanadi. Bu shakar, keyingisi yog'. Shakarni ratsioningizdan cheklaganingizdan keyin sizdagi yog' qatlamlari o'zini energiya sifatida ishlatishni boshlaydi va natijada siz yaxshigina vazn yo'qotasiz. Ikkinchisi esa sizdagi ayrim organlarning faoliyati yaxshilanadi. Ayniqsa ko'z nurini ko'rishi tiklanadi. Ko'pincha sahr kasali borlarda ham ko'zini ko'rish qobiliyati susayishni boshlaydi. Demak, siz ham ozish orqali, shakarni ratsioningizdan chiqarish orqali ko'zni quvvatini ham yaxshilaysiz va albatta buyrak yaxshi ishlashni boshlaydi. Yoki bo'lishi mumkin sizdagi o'sha jigaringizni yog' bosib ketgan bo'lsa, yog'li gipatoz holatlari bo'lsa, yog'li gipatoz holatlari yaxshi holatga kelishni boshlaydi. Va albatta oxirgisi bu miya, ya'ni sizni xotirangiz mustahkamlanadi. Sizdagi o'sha kognitiv funksiya, eslab qolish funksiyasi, eslab qolish qobiliyati yaxshilanadi. Siz har tomondan o'zingizni tetik his qilib, qanaqadir bir hayotda baxtli insondek his qilishni boshlaysiz. Uchinchisi juda ham ko'pchilik insonlarda bo'ladi, tunda kichkina hojatga borish holati. Aynan shakarni ratsiondan kamaytirganingizdan keyin hattoki siz uxlashda ham tinch, sifatli uxlashni boshlaysiz. Nima uchun? Chunki aynan siz yeyotgan shakar mahsuloti yoki buyrak orqali organizmdan chiqib ketadi, ya'ni kichkina peshobga borganingizda chiqib ketadi yoki qondan. Demak, siz shakarni kamaytirib bo'lganingizdan keyin kechqurun deganda bir kunda bir kechqurun tunda 2 mahaldan, 3 mahaldan kichkina hojatga bormaysiz. Shakarni ratsioningizdan kamaytiravering. To'rtinchisi esa bu sizning energiyaga to'lishingiz. Ya'ni doimiy agar siz ratsioningizga shakar qo'shgan bo'lsangiz, ko'pincha shakar insonga charchoq hissini beradi-da. To'g'ri, shakar tabiatli mahsulotlar sizni xursand qilishi mumkin, lekin uni davomiyligi 20-30 daqiqaga boradi. Qonda dopamin, serotonin ko'tariladi, keyin yeb bo'lganingizdan keyin yana o'zingizni oldingi holatingizga qaytasiz. Lekin agar shakarni 2 hafta davomida umuman ratsioningizga kirgizmasangiz, energiyaga to'lib, charchoq holatlari ketganini his qilasiz. 5-inchisi ovqatlar orasida yeb qo'yishni bas qilasiz. Aynan o'sha perikuslar bilasiz, mayda-mayda gazaklar insulin gormonini, oshqozon osti bezida ishlab chiqariladigan insulin gormonini ko'taradi. O'zi siz men shakar iste'mol qilmayman deganingizda ham bir kunda 12-13 qoshiq shakar mahsulotlari tarkibida bor bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilasiz. Ya'ni uglevodlar, o'sha siz yeydigan, maza qilib yeydigan uglevodga boy bo'lgan narsalar, makaron bo'lishi mumkin, krekerlar bo'lishi mumkin. Bularning tarkibida yoki ayrim mevalar tarkibida o'ta ko'p shakar bor. Siz esa bularni hech qanaqasiga shakar yo'q-ku deb iste'mol qilasiz. Natijada siz yashirin shakarni organizmingizga olasiz. Demak, siz mana bu shakarni ratsioningizdan chiqarganingizdan keyin deganda 2 soatda, 3 soatda, 4 soatda qisqa perikuslarda qilishdan cheklanishni boshlaysiz va natijada sizda insulin gormoni normaga keladi. Keyingisi yallig'lanishlar kamayadi va siz super ozasiz. Vaspaleniya holatlari kamayganini hisobiga insonning tanasi yog'larni va ortiqcha suyuqliklarni chiqarib ketishni boshlaydi. Birinchi ozish jarayonida hattoki siz 3 kundan 5 kun, 6 kungacha harakat qiladigan bo'lsangiz, o'zingizdagi 3 kilo, 4 kilo, 5 kilogacha vazn yo'qotishingiz mumkin. Nimani hisobiga? Organizmdan ortiqcha suyuqlik tezlikda chiqib ketadi. Keyin sekin-astalik bilan esa yog' chiqib ketishni boshlaydi. Natijada turli xildagi yallig'lanishlar kamayadi. Davleningiz o'ta baland yuradigan bo'lsangiz, davleniya joyiga tushishni boshlaydi. Qon aylanishi yaxshi bo'ladi, metabolizm jarayoni tezlashadi. Yuzingizda, o'zingizning umumiy holatingizda yaxshilanishni his qilasiz. Keyingisi sizdagi mana bu holat, shakarli yuz deyiladi. Agar siz shakarni o'ta ko'p ratsioningizga kirgizgan bo'lsangiz, erta qarishni boshlaysiz. Sog'lom, har doim yosh, chiroyli bo'lishni xohlasangiz, shakarni ratsioningizdan kamaytiring. Chunki shakar sizni terilaringizni holatiga ta'sir qiladi. Teridagi toshmalar, teridagi aknelar, teridagi dog'lar, terini juda ham bir rangi qorayib, sarg'ish rangi kirib qolishi, bularni hammasi ketishni boshlaydi. Faqatgina siz 2 hafta davomida kamida shakarni ratsiondan chiqarish kerak. Boshida 3 kun, 4 kun, 5 kungacha shunaqangi bir lomka holati ketadiki, boshingiz og'riydi, ko'nglingiz ayniydi, organizmingizda toksinlar ko'p bo'lganini hisobiga, ya'ni organizmingiz o'sha erkin radikallarga qarshi kurashda bo'ladi. Natijada sizda xuddi shunaqangi bir lomka holati bo'ladi, lekin bu holat 5 kun, 7 kundan keyin yana o'zini oldingi holatiga qaytib tetiklashni his qilasiz va oxirgisi insulin gormoni va insulin rezistentlik holati yaxshilanadi. Bilasiz, oshqozon osti bezi insulin gormoni ishlab chiqaradi. Agar sizda insulin gormoni doimiy baland ko'rsatkichda bo'lsa, ya'ni mani bitta klientimda bu holat giperinsulinemiya holatigacha ketdi. Ya'ni ko'rib turganinglardek analizlarni qo'yibman shu yerda 40. Demak, bu giperinsulinemiya holati. Insulin gormoni o'ta yuqorilashib ketgan. Biz bu holatni norma holatga tushirdik. Faqatgina shakarni ratsiondan chiqargan holatda, chiroyli ozdiruvchi 3 mahallik menyuni bergan holatda, jismoniy harakatda faol bo'lgan holatda, uyquga ahamiyat bergan holatda biz bu holatlarni yaxshiladik. Demak, sizdagi o'sha shakarni ratsioningizdan chiqarganingizdan keyin insulin gormoni norma holatga keladi, insulin rezistentlik kamayadi.
tizzayizdagi qorayishlar, papillomalar, terizdagi toshmalar, intim zonalardagi qorayishlar hammasi ketishni boshlaydi. U uchun shakar kamayish kerak. Agar shakar haqidagi yanada to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, hoziroq Telegram kanalimga kiring va meni kuzatishda davom eting.